ko'p ustalar nasosni hisob kitobini olmasdan turib qo'yib yuborishadi. Sizga hozir bir ketma-ketlikda qanaqa hisoblashni ko'rsataman. Hop, mana chizmada ko'rsatib qo'yganman. Har bitta nasosni o'zini parametrlari bor. Shu parametrga qarab turib nasos tanlasangiz, joyingizga to'g'ri ishlaydi va nasos kuyib qolmaydi, qizib ham ketmaydi. Birinchi suv oqimini hisoblaymiz. Mana ko'rib turganingizdek formula men qizil chizib qo'yganman. Bu PKV degani bu kotelni kilovatini yozasiz botga. Pastida 1.163 bu koeffitsient, suv koeffitsiyenti. Lekin delta T orasida 20 delta T hisoblanadi. Asosan sredniy olinadigan 20 Selsiy bo'ldi. Odatda 20 delta T olinadi issiqlik harorat. Hop, kotel kilovatini 24 deb olsak, shunda 24 oldin pastni ko'paytirib olamiz. 1.163 ko'paytiramiz 20 ga. Bu 20 delta T va 24 23.26 ga bo'lamiz. Bundan keyin javobi chiqadi 1.03 metr kub soat. Bu degani soatiga 1.03. Endi o'rtacha olganda 1 kub suv aylantiradi. Nasosda hozir kubini chiqarib oldik. Bu nimani chiqdi desak, mana bu parametrda taxminan 1.03 mana shu joylar bo'ladi. Mana shu joylar bo'ladi. Mana shu joylar bo'ladi. Endi biza buni balandligini chiqarishimiz kerak. Balandligini chiqarish uchun keyin nimani hisoblaymiz? Har bitta turbani balandligiga qarab turib o'zini yo'qotadigan qarshilik koeffitsiyentlar bor. O'shalarni hisoblab chiqamiz. Har bitta metrga 30 turba o'rtacha 0.02 dan 0.03 gacha bosim yo'qotar ekan va shularni hisob-kitob qilib qo'yib chiqamiz. Buniki 0.1 chiqyapti. Uchinchi qadam har bitta fitting, atvod, keyin sharoy kirallar, radiatorga qo'yiladigan har xil balansировочный kirallar. Bularning hisob-kitobini qo'yib chiqiladi. Har bittasini qo'yib chiqiladi. Bularning koeffitsiyenti taxminan o'pish olganda shu ikkalasini uchrashtirgan nuqta bizani o'sha nasosimiz ishlaydigan nuqta. Nasosimiz shu nuqtada ishini ko'rsata oladi. Agarda hozir biz parametrimiz bo'yicha mana 25 ga to'g'ri 1.03 hisoblab oldik. 1.03 hisoblagandan keyin biz 0.15 chiqaramiz. 0.15 taxminan mana bu bo'ladi. 1.5. Mana shunday kelib tutashadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz 15.2, 25.2, 30.2 bu 25 to'g'ri emas. Даже 32 ni anaqasida egri chizig'ida turibdi. Bu degani bizga 25 ga to'g'ri nasos ham oshig'i bilan ishlaydi degani. O'zi ko'p o'sha nasos bo'yicha muhandislar aytadiki, shu jadval 3 ga bo'lgan va shuni srednisini olgan va srednisini olganda nasos ham qiynalmaydi, ham uzoq muddat ishlab beradi deyshadi. Bu shu tavsiyaga binoan hozir 25 ga 2 va 15 ga 2 nasos как раз shu o'rtaga tushyapti va shuni hisobiga nasos zo'r ishlaydi va qiynalmasdan ishlaydi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga savollarni qoldiringlar. Like bosish ayamanglar. Tanish-bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Xayr.